Bismillahirrahmanirrahim. Sura Baqara nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ular g'ayibga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ular sana nazil qilingan kitobga, sendin ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ani shular Parvardigorining to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. Khatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab etgan. Iymonning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Kişiler arasında Allah'a ve ahiret günüge işendik degüçüler var. Hakikatte ular işenmeydi. Yani ağzıda işendik degeni bilen köңlüde işenmeydi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ular Allah'ni ve müminlerini aldamakçı boludu. Hakikatte ular tuymasdan özlerini aldaydı. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxira qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ularga yer yüzüde bozgunçılık qilmanglar deyilse, biz ıslah qilguvchilarmiz deydi. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Bilinglar ki, ular haqiqatan bozgunchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ularga, yani munofiqlarga iymon etgan kishilardek, yani sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar, lekin buni ular to'ymaydi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ular müminler bilen uçraşqanida biz iman etdik deyişidi. Şayatulları, yani munofiq katta boshliqlari bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bildimiz. Faqat tilimizning uchidala iymon etib qo'yib, mo'minlarni masxira qilamiz deydi. Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Masxira qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular kengir qilgan holda yurishidi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ani shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ular go'yoki kechida sinish va yorug'lik elish uchun o't yaqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yoritganda, Alloh ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ular gazdir. Yani gaz anlamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Yani gacha so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Yani ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Yoki ular zulmatlik, güldürmamılık ve çakmaklık qattiq yağmurda qalgan. Goya çakmak soqib etib, ölüp ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Çakmak çaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Alloh xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Alloh haqiqatan
her narsiga qodirdir. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah sizlarga zeminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Amdi Allohga sherik keltirmanglar. Albuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib turibsizlar. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror so'rini maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Agar mundaq qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'u bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ey Muhammed, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok juptilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah haqiqatan pasha ve uningdinmi kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi.
mo'minlar bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kofirlar bo'lsa, Alloh bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Alloh bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Fasıqlar Allah va'da olgandan keyin bergen va'dasini buzudi. Allah ulaşqa buyurgan şeyini özüp qo'yadi. Ya'ni sili rahim qilmaydi. Yer yüzüde buzukçılık qiladi. Ani shular ziyon tortquchilardir. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah'ni qandoqmi inkor qilasizlar ki jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abi ma'ni edinglar. Keyin ajilinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Allah yer yüzideki hamma narsani sizlarning foydalanishinglari uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah her narsani bilguchidir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yoritaman dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan. Holbuki biz bo'lsak seni pok deb madhiylaymiz, muqaddas deb madhiylaymiz dedi. Allah men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'ge öğretti. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga Odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarishinglarda rostchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tonuymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan
sen hammini bilgichidursan, hikmat bilan ish qilg'uchidursan, dedi. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah, ey odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin, dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chog'da, Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turman. Oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turman demaganmidim, dedi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Öz vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kafirlardan bo'lib ketdi. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Biz Odamga, ey Odam, sen xotunun, ya'ni Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xolig'ininglarcha kang tosha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilg'uvchilardan bo'lib qolasizlar, dedik. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Şeytan u ikkisini teyildirdi. Ya'ni man'i qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turvatgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, Iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajringlar to'shqicha yerlishinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar, dedik. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbini bakmi qabul qilg'uchidir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ularga, hamminglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga agashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi, dedik. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kafirlar
va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon aytish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmu sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilli qo'rqinglar. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. من نازل qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setivatmanglar. Mangla taqvodorlik qilinglar. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Haqni batilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Namozni ado qilinglar. Zakotni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan billa ruku qilinglar. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kishilarni yaxshi ishqa buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Holbuki sizlar kitob, ya'ni Tavrotni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysung'uvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigorga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan. Ular, ya'ni kafirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Öz vaqtida sizlarni qattiq qiynag'an, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishq selish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Öz vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkizdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Öz vaqtida Musaga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afo qildik. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Öz vaqtida sizlarni hidoyat topsun deb Musaga haqni botildan ayirg'uvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Öz vaqtida Musa öz qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Öz vaqtida ey Musa, Allah'ni ochiq ko'rmigacha sana hargiz ishonmaymiz dedinglar-da. Sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bödünini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Öz vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xolig'ininglarcha kang tosha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz, gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga teximi ortiq savob beramiz dedik. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga oson bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Öz vaqtida Sino çölüde taranjibin ve bödünü bilanla ozuqlanayotganinglarda sizlar, "Ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zeminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesimuq va piyozlarni o'stirib bersin" dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar. Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bödünidan ortiq ko'ramsizlar. Birer shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshqanliklari tufaylidan bo'ldi. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ven-nasârâ ve's-sâbi'în
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Şübhisiz ki müminler, Yahudiler, Nasaralar arasıdın ve periştilerge, yıldızlarga çokunğucular arasıdın Allah'a, ahiret günüge iman keltirgen ve yaxşı emellerini kılgallar, Perverdigarının qeşida öz əcridin bəhrəmən boludu. Ularga ahirette korkunç ve gəm qayğı yoktur. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Öz vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan ve tur teg'ini ustunlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qelishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavrotga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Şuningdan keyin bergen va'danglardan yüz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Oranglardaki shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Uni, yani ularga berilgan bu jazoni zamondoshları ve keyinkileri üçün ibret, taqvodorlar üçün vaz nasihat qildik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir koli bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxiri qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxiri qilg'uvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilgin ki bizga qandoq kali ishkanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilgin ki bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdi ki Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin dedi.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ishkanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikka ishlatilgan kalimi yoki samritish uchun beqilgan kalimi. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa, Allah onun yer haydab, ekin soğurup köndürülgen bolmaslıqını, becirim, alısı yok, yani rengide seriqliqdan başqa rang yok buluşini eytdi, dedi. Ular, əmdi toluq bayan qıldın, dedi. Ular, kalını tepip gelip boğuzledi. Ular, sual sora vergellikten, bunu uğurlayalmığılı tas qaldı. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Öz vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlig'ichudir. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sizlarga Musa orqaliq dedikki, kalının bir parçası bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni eytib beradi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildiradi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ey Yahudilar cemaati! Şuningdan keyin, ya'ni şalliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qaytib ketdi. Toshdak yoki toshdimi qattiq qaytib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib, orasidan suv chiqadiganlarimi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilaridan do'milab tushadiganlarimi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa, yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ey müminler cemaati! Davetinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ular müminler bilen uçraşqanlarida iman eytdik deydi. Bir bilen yalğız joyda tepishqanlarida Parvardigoringlar qeshida müminler sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavrotdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar, buni tushunmamsizlar deydi. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Yahudilar özlerinin yoşurun ve aşkarı işlerini Allah'ның bilip turduğallıqını bilmeydi. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Onlarning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni o'qimaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilan ish qiladi. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguchilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavrotni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Bunun bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarni ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degin. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Öz vaqtida
Biz İsrail avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishqa, kishilarga yaxshi so'z qilishqa, namoz o'tashga, zakot berishga ahdi oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Öz vaqtida bir-biringlarning qeynini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahdi olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Keyin sizlar ahdini buzib bir-biringlarni o'ltirdinglar. İşçinglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Albuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-u, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavrotning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shundoq qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ani shular oxiratni berib dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yeniklatilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Şek şübhisiz ki biz Musa'ga kitap, yani Tevrat berdik. Uningdan keyin orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, yani Jibril bilan yo'lladik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa elib kelsa,
takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Yana bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ular dillarimiz perdelengen dedi. Undaq emas. Ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iymon aytadiganlar nihoyat oz. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ularga Allah tarafından ulardaki kitap, Tevratni tasdiqlaydigan kitap, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhissalomni vosita qilib, kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tevratda süpti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan yahudiylarga la'nat qildi. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Yahudilarning Allah nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarlikni xohlagan bandisiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonini kufriga setishi ajab yomon ishdir. Ular ustiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Kofirlar xorlig'icha azobga duchor bo'ladi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ularga Allah nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tevratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilg'uchidir. Ularga sizlar Tevratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degin. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur teg'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن
كنتم مؤمنين. Öz vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tegini ustinglarga tiklidik va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillariga Mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degan. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qayshida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Ular qilgan yomon amallari sabablik o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilguchidir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Şübihisiz ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Aytqinki, Jibrилga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga beshorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadi ekan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki, Allah kofirlarni dushman tutadi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Şek şübhisizki, sana biz roşan ayetlerini nazil kıldık. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Her qachon ular birer ahdi tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ
عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ularga Allah tarafından qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek, Allohning kitobini, ya'ni Tavrotni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavrotning so'zlariga amal qilmaydi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ular Sulaymanning padişahlık zamanidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga agashdi. Sulayman sehrgar bo'lg'ini va sehr o'g'inish bilan kofir bo'lg'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'g'itib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut, Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'g'itdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kofir bo'lmag'in demigicha hech kishiga sehr o'g'atmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudiylar Tavrotni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsaning, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ey mo'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq selinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ما يود الذين كفروا من أهل